Bu mashinamiz yurgani qiziq ekan. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar uchun 5 tonnali Isuzu topib qo'ydim, yana arzon narxda. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, xudo xolasa, narx-navosini aytib o'taman. Narxiga arziydigan mashina. Ungacha like bosib, bizga obuna bo'lib qo'ying, keyingi videoni o'tkazib yubormaslik uchun. Xo'p, mashinamiz 2010-yil. Kraska holatlari keladigan bo'lsa, kraskalari faqat mana shu eshigimiz o'zida, qolgan joylar toza ekan. Salon holatlari ошибкалар qilingan, chexollar qilingan, chiroyli holatda 2010da sostenasidan yaxshiroq sostena beradi. Xo'p, rama holatlarida keladigan bo'lsak, siniq joylari yo'q, zang ko'targan joylari yo'q. Temir metan balon 400 talik bo'ladi. Xo'p, motor qismiga keladigan bo'lsak, motor qismlari yaxshi holatda, yog' yemaydi, motor qilib tayyor qilib qo'yilgan. Ishga tayyor holatda. Budka holatlari ham chiroyli holatda ekan, chizilib juda xunuk bo'lib ketib qolmagan, ichkilari ham yaxshi holatda turibgan. Balonlari yangi qo'yib qo'yilgan. Xo'p, narxini aytib o'tishdan oldin, like bosdingizmi? Albatta like bosib qo'ying. Narxi $21,500 deyishyapti. Egalari yana kelishadigan joylari bor. Nomerlarni описаниеda qo'yib qo'yamiz. Aloqaga chiqib, mashinamizni baraka qilishlari mumkin. Bu videoyimizni Isuzu minmoqchi yoki Isuzu olmoqchi bo'lgan do'stingizga yuborib qo'ying. Xudo xolasa, mana shunaqa mashinalar hammaga nasib qilaversin.